Padişah hushsiz yotgan o'g'lining beshini ko'tarib, ko'zidan issiq yosh oqqizib, o'g'lining ko'z ochishini kutib o'ltiribdi. Kech kirganda shahzodani o'z xonasiga akirib yotqizishibdi. Padişah xizmatchilariga shahzodaning kelganligini va uning bu ahvolini vaqtincha xonishdan pinhon tutishni topilib, haramxonasiga qaytibdi. Lekin tashvishlanib tamoqmi yeyolmabdi, orommi ololmabdi. Ko'zidan uyqu qochibdi. Orda teviplari har qon chiqibmi shahzodani hushiga keltiramabdi. Shahzoda tiniqi bor, hushi yo'q holatda yetaveribdi. Padişah amalsiz gulchini tepib kelishga farmon qilibdi. Lekin natija bo'lmabdi. Bu hol padişahni teximi parakanda qilib etibdi. 5-kuni kechasi shahzoda tuyuqsiz ko'zini ochibdi. Yuziga bir nima qarasa, u malikaning ro'mani ekan. Shahzoda ro'monni ko'ziga tegibdi-da, yotgan joyida "Malika, huzur oyim, qayerdasan?" deb shu chog'da shahzodaning yuziga bir tomchi suv tegibdi. Shahzoda uyqusiga qolsa, quloqdek ko'zlaridan chaqnab chiqqan yoshlar ko'zidan sirg'ib tushayotgan malika kulimsirab, o'z ustida o'tiribdi. Shahzodaga qo'lini uzatdi. Shahzoda uning qo'lini tutish bilan lekkida irg'ib turib ketdi-da, malikani bag'riga bosdi. Cadugar sizni tildan qoldirishga ulgurib, so'zingizni davilishga imkoniyat bermay, sizni behush qilibdi. deb shoh bilan jodugar o'ttirsida bo'lgan gap so'zlarni aytib beribdi. Siz qandoq omon qoldingiz? deb so'rabdi shahzoda. Malika Men har ehtimolni o'ylab, o'zimni gulning yo'pirmiqiga mujassamlab turgan edim. Dadingiz gulni yerga otganda, jodugar to'zib chechilgan gullarni terib elib, yo'pirmoq bilan kari bo'lmadi. Shu sababdan qutulib qoldim. Lekin kunduzi zodli odam siyoqiga kelanmadim. Maymun bo'lib qoldim. Buningdan bildimki, jodugar yo'pirmoqlarni omig'ini bilan uni nazardan saqit qilmagan. Balki maymunga aylantirib o'tgan ekan. Men bu sehrni ushtirish uchun qattiq tirishgandan keyin qarong'u tushgandan tatib subihigacha odam siyoqiga kirishni qo'lga keltirdim. Lekin kunduzi maymunlikdan o'zgarmadim. Bu mening odamzod qo'lidan kunduzi zarba yeganligimning kasofati bo'lsa kerak. Buningdan keyinmi kunduzi maymun bo'lib yuraman. Bu bir necha kundan buyon birinchidan jodugarning qayta yushirin kelib sizni kuzatayotganligi, ikkinchidan o'zimning kunduzimi odam siyoqiga kelishimni ishga oshirish yo'lida harakatlanganligim, uchinchidan hujringizning bugungidek xoli bo'lishini kutganligim tufayli o'zimni oshkorlayolmadim. Hozir jodugarmi kelmaydigan bo'ldi. Endi ish sizning ixtiyoringizcha bo'lsin, debdi. Shahzoda qilcha ishkilanmasdan, Qadrlikim, mayli maymun bo'ling, mayli hasharat yoki uchar qanot bo'ling, kunduzimi siz bilan birga bo'lishni xohlayman. Hatto beshimga elib, to'y to'kin, marika mashrablarga birga berishni orzu qilaman. Sizdan ayrilmayman, debdi. Atsi shahzodaning hushiga kelganlik xabari podshohga yetibdi. Shahzoda berib ota-onasi bilan quchoqlashib, xushalliq yoshlarini oqqizishib ko'rishibdi. Sen qanday qilib hoşunga keldin? Ya teviblerim amal qildimi? deb so'rabdi podshoh. Men aslida qasdga uchrab hushsizlangan ekanman. Bir maymun hushimga keltirdi. Keyin u tushimda tilga kirib, "Shoh otang sening gulni hech kimga bermang" demoqchi ekanligingni bildi-yu, lekin qat'iy bo'lolmadi.
Yeniklik bilan gulni yerga etib to'zitib, sening baxtingni mi to'zitdi? Yeniklik, qat'iysizlik, bo'libmi davlat egalarining yeniklik, qat'iysizligi bir odamning baxtini emas, bir mamlakat xalqining baxt saodatini to'zg'oqdek to'zitdi dedi. Men o maymunning shafoatiga yaxshilik bilan javob qaytarish uchun uni o'zim bilan birga turishga ep qoldim. deb javob beribdi shahzoda. Podshoh bu gapni anglab cho'nqur o'yg'ib ketibdi. Malika shundan boshlab kechasi odamga, kunduzi maymunga o'zgarib yuraveribdi. Uningga eng esil raxtlardan maymun kiyimi tiktirib beribdi. Xeyli bir mezgil o'tibdi. Shahzodaning to'y ishida qattiq bosh qitinchiligida qolgan podshoh bir kuni Amrul Jahonni huzuriga chaqirib, O'g'lim, atqan o'qingni tepib kelamabsan. Amdi to'y ishini qandoq qilasan? debdi. Men ashu maymun bilan to'y qilaman. Debdi shahzoda. Nima? Maymun bilan? Shundoq, shoh ota. Nemishqa? Shahzoda o'z talabida ching turibdi. Ilojisiz qolgan podshoh nima bo'lsang bo'l deganda qilib, to'y o'tkazmayla oddiy bir uyga o'rlashtirib qo'yibdi. Lekin shahzodaning maymunga o'ylanganligi to'g'risidagi xabar butun shaharga pur ketibdi. Malika Xushro'y pak muhabbat va vafoni hammadan qimmat bilgan shahzoda bilan bu eski tamliq hujurda baxt navosi yangritib, xushalliq sharobining lazzat payzidan bahra ilib ko'ngillik o'taveribdi. Kunlar haftani, oylar fasllarni qo'g'lab, hash-pash degucha yana bir yil o'tibdi. Bir kuni Xonish shahzoda Amrul Jahonni chaqirib, Canım qo'zam, ko'zimning go'hir balam. Sen kulmagan kun menga motam bilinadi. Sening baxting bizning baxtimiz. Nima uchun yosh jiningni mush maymun bilan qiynaysan? Shahani izzat hurmatimizni nima uchun mush maymun bilan yerga ursan? Dadang sendan xafa. Ota-onani ranjitish farzand uchun og'ir gunoh emasmi, ha? Mening ko'z yoshimga qaramamsan? Maymunni ko'zdan neri qil. Sana go'hardek qiz beray jinim balam. deb o'zini to'xtamay yig'lab ketibdi. Ta bugungacha bir temim yoshning behuda to'kilishiga sabab bo'lmagan ko'ngli yumshoq Amrul Jahonning qalbi bu holdan o't bo'lib yenib, vujudi mumdek erib ketibdi-da. Jinim ana, sen yosh to'kib meni gunohkor qilmagin. Gapimizni ilik omidi deb aybga buyurmagin. Odam turib maymunni jo'ri qildi, shahona obro'yimizga dog' tushirdi deb meni qorlamagin. Otammi, senmi bilsanglar edinglar. U maymun emas, odam. Eng güzel peri. Sahip Cemal Melike. En pak, en vafadar insan. debdi. Bu so'zni anglagan Xonish o'z quliqiga ishonmay qopti. Shahzoda chiqib ketibdi. Xonish kashti podshohga o'g'lining aytganlarini so'zlab beribdi. Shuning bilan podshoh Xonishni agashtirib Amrul Jahonning hujursiga beribdi. Lekin avval hujurning eshigini qoqmay, ahvolni kuzatib beqish uchun derazadan marishibdi. Ular ta'riflashga til ojizlik qiladigan shundoq chiroyli bir qizni ko'ribdi-ki, uning husni jamolidan shahzodaning hujursi kunduzdek yo'rib ketgan ekan. Mening asli kelinim mana bu yerga emasmi? Davitibdi Xonish ixtiyorsizlar. Podshoh uning og'zini tutib elib, tivish chiqarmay Xonishni qo'lidan tortib uyiga qaytib ketdi. Xonishning ko'nglini
kelinini el jamoatga namoyish qilish istiga asir qilyapti. Atisi podshoh bilan xonish shahzodani o'z huzurlariga chaqirdi. Oğlum, tünügün ananga etqanlarını anlap, hayran haslik içide kirpik qaqmay tünni kündüzge ulaştırdım. Şundaq güzel Melike qanda qılıp maymunga özgürüp qaldı. Bizni xushal qilay desang, bu sirni yeshib bersan. Shahzoda oxir beshidan o'tgan sarguzashtlarni so'zlab beribdi hamda sizga bergan gul shu edi, shoh ota. O kunduzi odam qo'lida yerga urilganlikdan kunduzi odam bo'lib yurolmaydigan bo'lib qopti. Uning bir ko'ngliki bor. U shu ko'nglakni kisla maymunga o'zgarib qoladi. Selvasa odam qiyofatiga keladi. Debdi. Podshoh maymunning ayni vaqtdagi dadang sening baxtingni to'zitibdi degan so'zini asga elib, o'zining ashu qilmishi orqali o'g'lining mushundoq baxtsizlikka uchrashining sababkori bo'lib qolganlikdan o'zini gunohkorlardek chog'lab bakmi xijillik his qildi. Ammo xonish to'liq xushal bo'lib ketibdi. U taqatsizlangan holda: Oğlum, azaldan parizat yoki sehrgarlarda har xil narsalarga o'zgarib oladigan ish bo'lib kelgan. Sen o'zingni bizni bosh ko'tarib yurish imkoniyatiga ega qilay desang, uning ko'ngligini chandurmay elib kuydirvatgin. U maymunga o'zgarib oladigan narsadan mahrum bo'lgandan keyin kech kunduz biz bilan birga bo'ladi. Deb aql ko'rsatibdi. Shahzoda: Ma'qul, ana. Sizlar bosh ko'tarib yuradigan ish bo'lsa, deginingizni bajar keltiray. Debdi-da xiyol ilkida uyiga qaytibdi. Podshoh xonishning hiliqi deganlariga qo'shilishni-mi, qo'shilmaslikni bilinmabdi. Ular o'zlarini eg'ir hijron balosi kutib turganligini na'dim bilsin. Oxiri ziminni qora libos kiygan tun lashkarlari ishg'ol qildi. Yotar vaqtmi bo'pti. Malika yetib qopti. Shahzoda ko'nglakni o'choq beshidagi qandilda yenayotgan shamg'a tutgan ekan, val qilib o't elib, pash-push qilib kuyishga boshlabdi. Shahzoda ko'nglakni o'choqqa tashlab etibdi. Shu on havo guldirlab, dahshatli chaqmoq chiqib, tom to'rislab qaraslab ketibdi. Qiqas surang sog'an ajoyib surlik ovozlar butun o'rdini ta'virtib etibdi. Malika irg'ib turib kepinakka oylanib, bir vasining orasiga kirib oldi. Orqadan qaqoqlab kulgan g'alati bir ovoz anglanib, ondan keyin hamma yoq timtos bo'lib ketibdi. Shu chog'da Malika bir to'rg'ayga oylanib, uçup berib derazaga qo'nibdi-da: Ey shahzoda, dunyoda arzusiz inson bo'lmaydi. Siz arzu qilganni menmi arzu qilib kelgan edim. Tag' har qancha egiz bo'lsa-mu, uning cho'qqisi bo'lganidek. Daryo har qancha uzun bo'lsa-mu, uning quyiladigan yeri bo'lganidek. Yo'l har qancha uzun bo'lsa-mu, uning manzili bo'lganidek. Meningmi maymun suratida yurishimning cheki bor edi. Biroq siz ana shu chekki chidam bilan yetib boramidingiz? Ömrüm bo'yi mushundaq o'tadigan o'xshayman deb dastlabda bergan va'dangizga amal qilolmadingiz. Meni u sehrgarlikni biladi. Qasddan maymun bo'lib oldi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Qisqasi, siz maymun bilan birga o'tishni nomus bildingiz. Endi aman bo'lsak, Guliston bog'i eram debdi-da uchib qorong'ulik qo'yniga kirib ketibdi. Shahzoda bu qilmishiga pushaymon qilsinmi? Yo'q. U bu ishni onasini rozi qilish uchun qilgan.
Şoňa barlyk azapny öz üstüge elip, bir qolida yürükini besip, bir qolida yaqısını çak etip, qaygı hasratda ah urup, Melikam, husuruyum. Diginiçe üyden çıkıp, her tarafki çepip, ahir behuş bolup yıkılıptı. Huşuğa kelgenden keyin Mecnundak ordudan çıkıp gitipti. Uçurğanliki kişiden Gülistan bağı iremni sürüştürüp meni veripti. Lekin dünyada Gülistan bağı irem çıkmaptı. Şahzade yol yürüp dursun. Sözni yani melekeden anlaylı.